Aziz kuzatuvchilar, mana bugun 12 aprel biz ish faoliyatimizda yana davom ettirmoqdamiz. Bizni bugungi patsientkamiz 43 yoshda ayol kishi. Bu kishida ham ichki ham tashqi gemoroy, undan tashqari katta polip, anal kanalda polip va kojli, ya'ni teri burmalari bor. Hozir biz lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Operatsiyadan keyin natijamizni ko'rsatamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana biz gemoroy kasalligini to'liq lazer operatsiyasi yordamida bartaraf etdik. Operatsiyamiz yarim soat davom etdi. Umuman og'riqsiz. Opamiz mana hozir yaxshi kayfiyatda. Operatsiyadan keyin yarim soatdan keyin bemalol turib, o'zlari yurib, o'zlari bemalol uyga ketishi mumkin. Qanday o'tdi opa operatsiya? Sizga yoqdimi lazer operatsiya? Vahimali emas ekanmi? Og'riq bilinmadimi? Yaxshi. Boshqa mana shu sizga o'xshab aziyat chekib, qiynalib yurganlarga shu lazer operatsiyani tavsiya qilarmisiz? Tavsiya qilasiz? Yaxshi ekanmi? Ha. Bo'lmasa sizga sog'lik tilayman. Hamma men bergan tavsiyalarga rioya qilsangiz bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, sog' bo'ling. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga barcha proktologik kasalliklar va flebologik kasalliklarni lazer bilan davolash natijalarini ko'rsatib boramiz.